Birinchi o'chirtda bu qo'rquvi qayerdan paydo bo'lganini aniqlash kerak. Ko'p holatlarda bolalikdan sen eplay olmaysan, sen hech narsa qila olmaysan, mana ko'rdingmi, baribir qila olmading-ku deb xatolarini ko'p ota-ona urg'u beraversa, u bolada ichki qo'rquv paydo bo'ladi. Har bitta qilmoqchi bo'lgan ishidan oldin miyasida o'sha ota-onasini fikrlari, so'zlari miyasida ong ostida aylanishi boshlaydi. Shuning uchun u birinchi o'rinda o'sha qo'rquvlarini asosini topib olish kerak. Negizini. Agar haqiqatan ham bolaligimdan onamlar yoki otamlar bitta ish qilsam, shu ishni ham eplay olmading, o'zi senga bitta ish buyuraman, ketidan o'zim yuguraman, hech narsa qila olmaysan deb ko'p zamechaniya berib, kamchiliklarni aytib kelgan bo'lsa, katta bo'lgandan keyin u odam ko'p narsa qilishdan o'zini tiyishni boshlaydi, qo'rqishni boshlaydi. Agar o'sha odam bolaligidan qilib ko'rdi ishni, lekin o'sha ishida xato bo'ldi va otasi yo onasi bolam baraka top, sen qo'rqmasdan shuni harakat qilib ko'rding. Mayli o'xshamadi, lekin sen harakat qilding. Shuni o'zi katta yutuq. Men sen bilan faxrlanaman desa, shu bolada qo'rquv bo'lmaydi katta bo'lganda. Bir biznesni boshlayotganda ham uni o'sha ota-onasini fikri keladi. Men boshli bu yog'iga men tortib ketaman. Chunki men bolaligimdan har doim nimaiki ish qilsam, har doim keyinchalik yaxshi bo'lib ketgan. Bu qanday surunkali davom etadi. Bolalikda agar uni qo'llab-quvvatlasa, keyingi ishlarda o'xshab ketadi hayot. O'xshab ketgani hisobiga o'ziga bo'lgan ishonch oshadi.